Uni turtganim yo'q. Meni turtib yubording. O'rnini egallaganimda jahling chiqyapti. Bor yo'g'i bir nechta e'tiroz bildirdim. Sen esa shunday shafqatsizlik qilding. Jang. Senda shundoq ham hamma narsa bor. Baribir menga hasad qilyapsan. Sunsiya, juda ham ishontirding. Shunshay. Nimalar bo'lyapti o'zi? Aksincha, Sunsiya meni itarmoqchi bo'ldi. Agar vaqtida qochmaganimda, hozir o'rnida yotgan bo'lardim. Sunsiya, sen Yolg'on gapiryapsan. Oyi, unga ishonmang. Sizni aldayapti. Aksincha, u menga zarar yetkazmoqchi. Sunsiya, yana qancha yolg'on gapirasan? Jang, nimaga shunchaki tan olmaysan? Oyi, chindan ham yolg'on gapirmayapman. U aybdor, bizni poyada itarib yubordi. Aybsizligimni isbotlash uchun dalillarim yo'q deb o'ylaysanmi? Nimalar deyapsan, ha? Yashanshin, to bu yerda ekansan, oyim menga e'tibor bermaydi. Menga tegishli bo'lgan narsalarni olib qo'yishiga